Assalomu alaykum kanalim kuzatuvchilari. Bugun sizlarga olmali kurabiya pechenyelarini tayyorlab ko'rsataman. 150 gram erigan saryog'imizga 5 osh qoshig'ida shakar, 5 osh qoshig'ida kefir, kefirni ichiga razlixetil soldim, bitta tuxum va 4 osh qoshig'ida salatni yog' qo'shib aralashtiramiz. Tayyor bo'lgan massamizga oz-ozdan un solib, qo'lga yopishmaydigan yumshoqqina xamir qorib olamiz. Dam olmagan xamirimizdan yong'oqdek zuvalachalar yasab olamiz. Tayyor bo'lgan zuvalalarimizni ustilarini yopib, xolodilnikka 5-10 daqiqaga dam oldirgani olib qo'yamiz. Bu orada olmalarni archib, maydalab to'g'rab oldim. Qizib turgan tovaga olmalarni solib, 5 osh qoshig'ida shakar solib, yaxshilab aralashtiramiz. Olmalarimiz suvlarini tortib, qizg'ish rangga kirganda tayyor bo'ladi. Tayyor bo'lgan nachinkamizni sovutishga olib qo'yamiz. Xolodilnikdan zuvalachalarimizni olib, oval shaklida yoyib, 1 osh qoshig'ida nachinka solib, videoda ko'rsatilgandek tugib olamiz. Tayyor bo'lgan pechenyelarimizni 25-30 daqiqada gaz pechida pishirib olamiz. Mana olmali kurabiya pechenyelarimiz ham pishdi. Judayam mazali, og'zingizda erib ketadigan. Albatta tayyorlab ko'ring. Qizalog'imga judayam yoqdi. Video yoqqan bo'lsa, like va podpiska tugmachalarini bosib qo'ying. E'tiboringiz uchun rahmat.